O'lsangiz namozdan so'ralasiz, ro'zangizdan so'ralasiz. Nechta xotin olding deb so'ralmaydi. Siz hali yoshsiz. Ilmingiz ham yetarli emas shekilli. Biz shariat haqida gaplashyapmiz. Sunnatni niqob qilib, yosh qizchani sovg'a qilib yuborish qaysi kitobda yozilgan ekan? Soliha hali bola-yu. Umida, tilingni tiy. Mehmon oldida sharmanda qilmasdan bor xonangga kir. Uzr Sardor bey. Kelinimizni sal zamonaviy joydan olib qo'yganmiz-da. Payg'ambarimizni pesh qilmang. Ular dinni tarqatish uchun uylanganlar. Nafs uchun emas. Haqiqatni tan oling. Agar sunnat uchun uylanmoqchi bo'lsangiz, ana boring beva bechoralarga uylaning. Men bilan bahslashmang. Nafsingizni dinga aralashtirayotganingizni prekrasni bilib turibman. Men senga nima dedim? Bor ichkariga kir. Kechiring. Buguno adabini beramiz. Oybek. Xotiningni tiyib qo'ygan. Nomahram oldida ro'molsiz o'tirganda, yana tikka gap qaytarib o'tiribdi. Agar yana meni shaxsiyatimga tegadigan bo'lsa, men ochayotgan biznesingga bir sim ham tikmayman. Tushundingmi? Amin. Voy, Sardor bey. Bugun soat 6larga keling. Kelinim bilan o'g'lim aylangani ketishadi. Qizim bilan uyda uchrashasiz. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Keling. Mashallah kelingiz uyda emasmi, chiqib? Yo'q, hech kim yo'q. Bitta qizim uyda. Kiravering bemalol. Hozir men qizimni chaqiraman. O'tirib turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring, keling. Men bu suvni Baytullohdan olib keldim. Zamzam suvi. Siz uchun maxsus. Oling, qo'limni qaytaring. Ichingmi? Iching. Ko'proq iching. Xo'p bo'ladi, hojam. Bo'pti, o'ysam yaxshi yuring. Xo'p bo'ladi. Ha, tinchlikmi Soliha? Kim bilan gaplashyapsiz? Sardor akam bilan. Yaqindagina to'polon qilib yotuvdingiz-ku, tegmayman-da. Endi inson tabiati har xil bo'lar ekanda. Bir sovuq, bir issiq,